Assalomu alaykum. So'nggi kunlarda Chust tumanida maktabgacha ta'lim muassasalarida joriy etilgan outsourcing tizimi yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda asossiz va yolg'on videolar tarqatilmoqda. Holatni joyiga borib o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, mahsulotlar sifati va miqdori talab darajasida. Tizim esa qat'iy nazorat ostida. Tumandagi 60 dan ortiq bog'chaning faqat 2 tasidan chiqqan shubhali videolar esa jamoatchilikda sun'iy norozilik uyg'otishga urinishdan boshqa narsa emas. Yolg'on axborot tarqatish esa qonun oldida javobgarlikni keltirib chiqaradi. Mazkur lavhamiz shu haqda. So'nggi vaqtlarda Namangan viloyati, xususan Chust tumani bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalarida joriy etilgan outsourcing tizimi yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on, asossiz va uydirma videolar tarqatilmoqda. Eng achinarlisi, bu videolar xolis tekshiruvga emas, balki jamiyatda sun'iy norozilik kayfiyatini shakllantirishga xizmat qilayotgani yaqqol sezilmoqda. Vaholanki, ushbu tuhmatli videolarga mutasaddi tashkilotlar tomonidan bir necha bor munosabat bildirilgan bo'lsa-da, ayrim mahalliy blogerlar bir xil yolg'onni qayta aylantirishdan to'xtamayapti. Biz vaziyatni ijtimoiy tarmoq orqali emas, joyiga borib o'rganishni lozim topdik. Chust tumanidagi bir nechta maktabgacha ta'lim muassasalariga bordik. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, real holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan mutlaqo farq qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda turli bir asoslanmagan, bo'xtondan iborat har xil bir mavzular yoritilmoqda. Aynan o'sha yoritilishi xalqni nomidan ketyapti-da. Mana hozir biz tashrif buyurib shuni o'rganmoqchi bo'lganimiz, chunki mana avvaldan mana jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yganmiz. Har bitta holatni o'rganib boryapmiz hozirgacha. Mana avval ham Chustga kelganmiz. Shu yerdagi bog'chalar faoliyatini o'rganganmiz, boshqa qilganmiz, lekin biz tomonidan ayrim bir kichik bir kamchiliklar bo'lgan, o'sha kamchiliklar ham bartaraf etilgan to'g'risida davlatda ma'lumot olganmiz. Bahodir aka, misol uchun mana shu holatlar bo'yicha nima deya olasiz? Ilhomjon aka, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tumanimizda avvallari 46 dan tashkil qilgan bo'lsa, mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan maktabgacha ta'limga alohida urg'u berilib, bugungi kunda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 64 taga yetgan. O'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari faqatgina ta'lim sifati bilan shug'ullansin. Oziq-ovqatga qarayapti, xo'jalik ishlariga qarayapti, boshqa isitishga qarayapti. Shularni biz olaylik deb faqatgina maktabgacha ta'lim tashkilotidagilar ta'lim sifati bilan shug'ullansin. Bolani maktabga sifatli tayyorlash maqsadida ovqatlantirish tizimi avgust oyida, sentyabr oyidan boshlab, 2025-yil sentyabr oyidan boshlab outsourcing tizimiga o'tkazildi. Undan oldin ham bizning tumanda 5 ta bog'chamiz outsourcing tizimida ovqatlantirilgan. Bizga hech qanaqa xalaqit bermagan, o'zlari qilgan. Mana isitish tizimini ham qarang, isitish tizimi ham o'sha davlat xususiy sheriklik asosiga berildi. Hozir ko'mir tashiydigan xodim ham yo'q bog'chamizda, ko'mir yoqadigan xodimimiz ham yo'q, hammasi xususiy sheriklikka berilgan. Biz bilan tuman hokimidan bitim imzolab, bog'chalarimizni isitib kelyapti. Umuman bog'chaning mudirasi isitishga ham qaramayapti, boshqa ham qilmayapti, faqatgina ta'lim bilan shug'ullanyapti. Endi haqiqatan to'g'ri oldinlari bog'cha mudirlarimiz tomonidan, bog'cha hamshiralari tomonidan, xo'jalik ishlari mudirlari tomonidan o'zimiz kelib o'rganganimizda, borganimizda joylarga o'g'irliklar aniqlangan. To'g'risi buni yashiradigan joyi yo'q. Endi avvalgi holat shu ish bo'lmaguncha. Shunaqa outsourcing o'tmani shunaqa holatda aniqlangan. Lekin outsourcingga berildi. Tadbirkor o'zi boryapti bog'chaga, o'zining ishchilarini shaylab qo'ygan. Har kunlik ilgari biz bir haftalik go'sht oladigan bo'lsak, 1 oylik yoki 3 oylik qishloq xo'jalik mahsulotlarini zaxira qiladigan bo'lsa, hozir har kunlik mahsulot yetkazib borilyapti. Yangi. Bu degani sifatli, o'sha tartibli, intizomli bo'lib borilyapti. Bog'chalarda shu outsourcing xizmati bilan birgalikda o'quv seminarlar qildik. Birgalikda ishlagan natijasida bugun menimcha mana biz har kun gruppa qilib qo'yganmiz. Outsourcing degan gruppamiz bor. Shu gruppa orqali bugun qanday produktga keldi bog'chaga biz savol beramiz. Bog'cha mudirlari tomonidan holat bo'yicha rasm bilan axborot bilan bizga tashlaydi. Menimcha bugun bog'cha mudirlari tomonidan bizga berilayotgan takliflar, bizga berilayotgan axborotlar bo'yicha yomon mahsulot berilayotgan joyi yo'q. Endi mana ijtimoiy tarmoqda o'sha chiqarilayotgan salbiy holat aynan bir kanal tomonidan hech qanaqa bir o'sha bog'chani ko'rsatish yo'q yoki o'sha yerdagi holatni ko'rsatish yo'q. Salafan paketlarda suyaklarni qo'yib qo'yapti, mana go'sht deb tarozda olyapti, lekin bog'chani ko'rsatmayapti. Bu qandaydir bir xonada tashkillangan emasmikin degan bizda savol tug'ilyapti-da. Chunki
bu chiqarganlar bilan bir ikki marta muloqot qilishga harakat qildik, imkoni bo'lmadi. Endi faqat negativ qandaydir buyurtma asosida qilyaptimi? Endi bu bizga qorong'u, lekin aynan mana shu holat rostmi, yolg'onmi, shuni o'rganish uchun kelgandikda. Mana hozir siz bu to'g'risida nima deysiz mana shu holatlar bo'yicha? Bu bizga ham qorong'u, bog'chasi raqami ko'rsatilmayapti, lekin o'tgan safar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan, o'sha kanallarda chiqqan 42-chi bog'cha masalasidagi holat bo'yicha bizni maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi mas'ul xodimlari o'sha matbuot xizmati xodimi kelib borib joyida o'rganish qildi. O'rganish bo'yicha o'sha fuqarolar bilan gaplashildi, mahallaga chiqildi, mahalla raislari bilan gaplashildi. Holat bo'yicha o'sha 3 kilo go'sht kelmagan deb video chiqqan, lekin borilganda o'sha kechki tushlik uchun somsaga go'sht solib qilinadi. Haqiqatan shu somsaga go'sht solinadigan paytda go'sht kelmaganligi aniqlangan, lekin o'sha paytda telefon bo'lganda olib kelib bergan holatlarni aniqlash bo'yicha kelib ishchi guruh kelib o'rgandi. Ular o'sha kanallarimizga, o'sha qayerda chiqqan kanallar bo'yicha rasmiy axborot berildi bu bo'yicha. Endi hozir Bahodirjon aka, mana agar vaqtingiz ajratsangiz, siz bilan mana shu yana bir qanaqadir bir o'zingiz xodimlaringizni olasizmi, shu bog'chalarga borib shu faoliyatni o'rganib, haqiqatda qandayligini ko'rsak. Endi gap, suhbatimiz suhbat, lekin amaliy ko'rish bu boshqa. Ha, mayli, chiqqanimiz bo'lsin. Demak, aziz kuzatuvchilar, hozir biz mana qimmatli vaqtlarni olib shu bog'chalarga yurish qilamiz. Bu albatta mana bog'chaga kiramiz emas, shu yo'limizda uchragan har bitta bog'chaga kirib faoliyatni o'rganib boramiz. Mahsulotlar sifati ham, miqdori ham joyida. Ovqatlanish jarayoni to'liq nazorat ostida. Tarbiyachilar ham, muassasa mudiralari ham outsourcing tizimidan mamnun. 2025-yil avgust oyidan outsourcing tizimiga o'tkazildi, ya'ni ovqatlanish tizimi. Hamma sharoitlar yaxshi edi ham, nima kamchiligimiz bo'lsa, oshxonamizda qilib berishdi. Mahsulotlar vaqtida sifatli kelyapti. Biz birakrash komissiyalari orqali mahsulotni qabul qilib olyapmiz. Agar bitta yoqmagan holatlar bo'lsa, qaytaryapmiz. Vaqtida almashtirib, muammoni bartaraf qilib berishyapti. Biz bitta muddatlarga ham qarab olamiz, hammasini sertifikatlariga qarab olamiz. Yaxshi, shu kungacha mana 6 oy, 7 oy o'tgan bo'lsa, hali bizda hech qanaqa muammo chiqmadi. Outsourcing tizimiga iltimos qiluvdik, qo'ldan kelganicha mana yangi kafellik o'choqlarimizni qilib berishdi, yangi qozonlar berishdi. Mana bu tutun tizimimiz yo'q edi, tutun qamalib qolardi. Buni ham olib berishdi. Nima kamchiligimiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam qilishadi. Respublika bo'yicha taomnomamiz bir xilda. Bir xilda taomnoma 10 kunlik taomnoma kelyapti. O'sha 10 kunlik taomnomaga qarab mahsulotlar juda ham sifatli kelyapti. Mana shu outsourcing tashkilotchi rahbarlaridan minnatdorman. Barcha xodimlarimiz, ota-onalarimiz minnatdor. Biz xursandmiz outsourcingga o'tganimizdan. 12-NTT'da 8 yildan buyon power bo'lib ishlayman. Hozirgi kunda bizga juda yaxshi produktlarni yetkazib berayotgan outsourcingga katta rahmat. Mana misrovka bilan, Aliston bilan ta'minlab berdilar. Yana bosqichma-bosqich hamma sharoitimizni yaxshilab beraman deb va'da berdilar. Va'dani ustidan chiqardilar. Mahsulotlarimizni sifati a'lo darajada 5 kishi birakrash a'zolari bilan qabul qilib olamiz. Kelayotgan mahsulotlarimizni, kilogrammi, sifati hammasi a'lo darajada joyida. ...2025-yil avgust oyidan barcha tashkilotlar outsourcing tizimiga o'tdi. Bunda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bog'cha sohasidan, ta'lim-tarbiya sohasidan oziq-ovqatlar olinib, faqat ta'lim-tarbiyaga e'tibor qaratilmoqda. Bizi tashkilot oldidagi bizni vazifamiz, eng asosiy vazifamiz bolajonlarga chiroyli, sifatli ta'lim-tarbiya berish. Hozirda biz faqat mana shu bolajonlarimizga chiroyli ta'lim-tarbiya berish ishlari bilan bandmiz. Eng muhimi, bugungi kunda har bir davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida birakrash komissiyasi faoliyat yuritmoqda. Ular kamida 5 kishidan iborat.
ular har bir kelayotgan mahsulotlar uchun mas'ul hisoblanadi. Agar yetkazib berilgan mahsulot sifatsiz bo'lsa, masalan, olmaning ichida achigani yoki qurt bosgani aniqlansa, u darhol qaytariladi va sifatlisiga almashtiriladi. Bu qonuniy tartib, bu tizimli nazorat. Yana alohida ta'kidlab o'tish kerakki, joylarda boshqarma, viloyat hokimining ayni shu masalalar bo'yicha o'rinbosari, jamoatchilik vakillari va barcha tizim xodimlari ishtirokida muntazam ravishda o'quv seminarlari, yig'inlar, malaka oshirish ishlari olib boriladi. Shu mahsulot bog'chaga kirib borayotgan bo'lsa, o'zgarish ijobiy tomonga bo'lganligini ko'rish mumkin. Shunday ekan savol tug'iladi. Ayrim blogerlar nega bahor yoki yozda olingan eski surat va videolarni qish faslida joylab, odamlarni chalg'itmoqda? Axir bog'chalar outsourcing tizimiga faqat 2025-yilning avgust oyidan boshlab o'tgan bo'lsa, undan oldingi tasvirlar bugungi tizimga qanday aloqador bo'lishi mumkin? Yana bir muhim fakt. Chust tumanida 60 dan ortiq davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud. Ammo outsourcing ishlamayapti, mahsulot kam berilyapti degan videolar faqat ikkita bog'chadan ijtimoiy tarmoqlarda faqat ikkita kanal orqali tarqatilmoqda. Nega faqat bir xil manbalar, bir xil yuzlar va bir xil tuhmat? Bu savollarning javobi o'ylantiradi. Bu yerda ijtimoiy manfaat emas, balki shaxsiy manfaatlar borligi ehtimoli juda kuchli. Biz misol uchun shu jamoatchilik nazoratni o'rganganimizda mana hozirgacha bizda bu narsa bor. SESdan maxsus ruxsatnoma olganmiz. Nima uchun? O'sha bog'chaga kirib o'rganishlik. Ustimizda xalat bo'lishligi ikkinchi holat. Uchinchisi o'sha yerda gigiyena holatlariga e'tibor berishimiz talablari qo'yilganki, shu orqali biz jamoatchilik nazoratini qila olamiz. Endi mana bundan tashqari yana qanday holatda siz mana blogerlar o'sha kiritilmayotganligi holatlar bo'yicha qanday izoh bera olasiz? Endi hozir blogerlar tashrifi juda ham ko'payib ketyapti. Har xil blogerlar bor. Ba'zida demak ijtimoiy tarmoqda yoritilishi kerak bo'lgan, masalan, ko'rgan narsalarga o'shani haqiqatmi yoki haqiqat emasligini isbotlash uchun yoki o'rganish uchun kelgan paytda ham ba'zida u narsa qolib boshqa kamchiliklarni, yo'q narsalarni ham chiqarib olish holatlari kuzatilayotgani uchun men to'g'risi blogerlardan talab qilganim, bizda qanaqadir demak boshqarmani vakili yoki bo'lmasa bo'limimizda qanaqadir vakil bilan kelishlarini men talab qildim. Keyin shunda men blogerlarni kiritishga ruxsat berishimni aytdim. Ijtimoiy tarmoqlarda shu bir qanaqadir tog'oracha, laganchani qo'yapti, unda ko'pgina suyaklarni olyapti, rasmga olyapti, uni qayerda olganligi aniq emas. Chunki mana biz bilamiz, kuzatuvlarimiz davomida hamma bog'chada o'sha ovqat pishiriladigan joy, o'sha tizimni chiroyli yo'lga qo'yilganligi, gigiyenaga rioya qilinganligi, u yerda unaqa bir siri ko'chgan yoki bir qanaqadir chelaklarda go'shtlar saqlanmasligini biz o'zimiz kuzatamizda. Demak, u ijtimoiy tarmoqda chiqarilayotgan bunday negativlar o'z-o'zi tasdig'ini topmaydi. Mana hozir 11-bog'cha desada, bitta tog'orada go'shtni, suyakni qo'yib qo'ysa, o'shani o'zini olyapti, bog'cha yo'q. Mana misol uchun mana shunaqa holatda shunga bir munosabatingizni bilsak. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa siz aytgan holatlar chiqariladigan bo'lsa, demak, mahsulot kam yoki sifatsiz kelayotgan daraja aniqlanadigan bo'lsa, bu narsani demak bog'chani, demak raqami, demak qaydaligini aniq dalil isboti bilan aytgan holatda ijtimoiy tarmoq emas, demak outsourcingni qaysidir vakiliga taqdim etilishini men so'rayman. Keyin demak uni bartaraf qilinishini talab qilinishi kerak deb o'ylayman. Agar o'sha kamchilik aniqlansa, to'g'rimi? Endi qonuniy jihat. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, davlat va jamiyat obro'sini asossiz ravishda kamsitish, fuqarolarni chalg'itish va yolg'on axborot orqali jamoat tartibiga tahdid solishga yo'l qo'yilmaydi. Axborot tarqatish erkinligi javobgarlik bilan chambarchas bog'liq. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq, yolg'on ma'lumot tarqatish, fuqarolarni adashtirish va jamoatchilikka zarar yetkazish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jinoyat kodeksiga ko'ra esa, tuhmat qilish, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborot orqali shaxslar yoki tashkilotlar sha'ni va ishchanlik obro'siga putur yetkazish, jamiyatda beqarorlik, norozilik yoki ishonchsizlik kayfiyatini sun'iy shakllantirish jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos hisoblanadi. Qonun oldida bloger ham, mansabdor ham, fuqaro ham teng. Internet makon javobgarlikdan himoya qilinadigan hudud emas. Shu munosabat bilan yolg'on, tuhmat va manipulyatsiya bilan shug'ullanayotgan shaxslarga rasmiy ogohlantirish beriladi. Har bir tarqatilgan video, har bir yolg'on izoh, har bir soxta tasvir huquqiy baholanadi.
zarur hollarda tegishli organlar tomonidan huquqiy choralar ko'riladi. Aytsorim tizim bo'yicha 5 kunlik oziq-ovqatlar beriladi. Hop, bugun ham hamma narsamiz joy-joyida kelgan, ya'ni mahsulotlarimizni tortib, kilosini bilib, bugun ham shu bolalarga chiroyli qilib yetkazib berib, oshpazlarimiz tomonidan bolalarga sifatli va gigiyenaga amal qilgan holatda oziq-ovqatlarimiz bolalarga yetib boradi. Mana bu qozonimiz birinchi va ikkinchi ovqatlar uchun hamma sharoitlarimiz ham joyida. Hop, yagona mavsumiy taomnomamiz bo'yicha bugun 4-kunimiz, ya'ni ertalab tarix yormasi, pishloqlik buterbrod va sutli kakao berildi. Obetimizga bayram palovi, sho'rva, salatimiz, nonimiz berilgan. Hop, kechga pishloqlik omlet va choy. Shularni tayyorlab bolalarga yetkazib beryapmiz. Xulosa shuki, haqiqat joyida. Outsourcing tizimi Chust tumanida ishlayapti. Nazorat bor, sifat bor. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ayrimlar haqiqatni emas, buyurtmani bajarayotganga o'xshaydi. Biz haqiqatni aytishda davom etamiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.